Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan iqtisodiyot nazariyasi fanining birinchi mavzusini boshlaymiz. Avvalambor sizlar bilan iqtisodiyot nazariyasi bu iqtisodiy fanlarning barchasini alifbesi desak ham bo'laveradi. Demak, iqtisodiy fan bu mutaxassislik fanlari birinchisi. Fanni ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarini iqtisodiyot kafedrasining katta o'qituvchisi Islom va Dilobar tayyorgarlikni olib boradi. Bundan bu yog'iga sizlar bilan ekranlarda ko'rinib turgan email pochtam orqali yoki telefon raqamim orqali sizlar bilan bemalol savol-javoblarni o'tkazishimiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz, hurmatli talabalar, iqtisodiyot nazariyasi fani predmeti, bilish uslublari, ishlab chiqarish jarayoni va uning maqsadi hamda iqtisodiy tizimlar va mulkchilik munosabatlari mavzusida gaplashamiz. Mavzuyimizni 4 ta reja asosida yoritamiz. Demak, iqtisodiyot va uning bosh masalasi, ehtiyojlar va uning turlari birinchi rejamiz, ikkinchisi ishlab chiqarish omillari va uning tarkibi, ishlab chiqarish jarayoni hamda uning umumiy va pirovard natijalari. To'rtinchi rejamiz esa iqtisodiy tizimlar va mulkchilik munosabatlari haqida gaplashamiz. Hurmatli talabalar, avvalambor sizlarga bugungi mavzuni yoritishda asosan iqtisodiyot nazariyasi darsliklaridan foydalanishlarga tavsiya beraman. Demak, bizni fanimizni o'rganish uchun Shodmonovning iqtisodiyot nazariyasi kitobi, Xodiyev va Shodmonov avtorligida chop etilgan iqtisodiyot nazariyasi darsligi, Shodmonov, G'ofurov muallifligida chiqarilgan iqtisodiyot nazariyasi darsligi, O'lmasov, Bahobovlar avtorligidagi iqtisodiyot nazariyasi darsligi hamda Mamedov, Mo'minov, Umarovlar, Ismoilovlar tomonidan chop etilgan iqtisodiyot nazariyasi darsligi, ya'ni 22-yilda chop etilgan darslikni tavsiya qilaman. Hurmatli talabalar, avvalambor sizlarga iqtisodiyot o'zi nima degan savol bilan murojaat qilaman. Iqtisodiyot bir so'z bilan aytganda grekcha so'zdan olingan bo'lib, uy ro'zg'or xo'jaligini boshqarish san'ati degan ma'noda bildiradi. Qarang, demak, uy ro'zg'or xo'jaligini boshqarish uchun san'at darajasidagi bilimga ega bo'lishimiz kerak ekan. Oilaning kichkinagina iqtisodiyotini oila boshliqlari boshqargandek, demak, mamlakat, ya'ni jamiyatning iqtisodiyotini ham siz bilan bizga o'xshagan iqtisodchilar yoki bo'lmasa prezident, vazirlik, qo'mitada o'tirganlar, demak, mana shu uy ro'zg'or xo'jaligini san'at darajasida boshqarsa, mamlakat iqtisodiyoti kelajakda albatta rivojlanar ekan. Endi siz bilan iqtisodiyot so'zini ma'nosini yunoncha so'zdagi tarjimani oldik. Arab leksikonida esa iqtisod so'zining ma'nosi bu tejamkorlik degan ma'noda beradi. Shuning uchun sizda Qur'oni Karimda keltirilgan shunday bir iborani keltirmoqchiman. Qur'oni Karimda yenglar, ichinglar, hadya qilinglar, ammo isrof qilmanglar degan ekan. Demak, bizning fanimizning asl mohiyati, asl prinsipi bu tejamkorlik ekan. Hurmatli talabalar, cheklangan iqtisodiy resurslardan oqilona foydalangan holda cheksiz ehtiyojlarni qondirish yo'llarini o'rgatuvchi fan bu iqtisodiyot nazariyasi bo'ladi. Xo'p, bilamizki, insoniyatning ehtiyojlari o'ta cheksiz. Bu ehtiyojlarni qoplash uchun esa siz bilan menga cheklangan resurslardan foydalanish imkoniyati berilgan xolos. Shuning uchun ham iqtisodiyot fanining asosiy prinsipi bu tejamkorlik ekan. Shu yo'l bilangina ehtiyojlarimizga biz cheklangan resurslarimizni yetkazishimiz mumkin ekan. Demak, iqtisodiyotning doimiy va bosh masalasi esimizdan chiqarmaymiz, hurmatli talabalar, ehtiyojlarning cheksizligi va iqtisodiy resurslarning cheklanganlik degan bir-biriga to'g'ri kelmaydigan aksiomani e'tiborlarga yetkazaman. Insonni yashashi, kamol topishi, umuman insonni rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan hayotiy vositalarga bo'lgan zaruriyat bu ehtiyoj deb ataladi. Ehtiyojlarni qondirish yo'llari esa bizning fanimizning asosiy predmeti hisoblanadi. Sizga men ehtiyojlarning turlarini keltirib o'taman. Avvalambor birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlarga bo'lib olamiz. Birlamchi ehtiyojlar bu insonning tabiiy ehtiyojlari, ya'ni uxlashga, yeyishga, dam olishga bo'lgan ehtiyojlar bu birlamchi ehtiyojlar. Ikkilamchi ehtiyojlar esa demak kiyinishga, yeb ichishga, dam olishga, bilim olishga, demak ma'naviy hordiq chiqarishga bo'lgan ehtiyojlarimiz bu ikkilamchi ehtiyojlar hisoblanadi. Undan tashqari ma'naviy va moddiy ehtiyojlarga bo'lishimiz mumkin. Moddiy ehtiyojlar bu ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlasa bo'ladigan narsalarga bo'lgan ehtiyojlarimiz moddiy ehtiyojlar. Ma'naviylari esa bilim olishga, dam olishga, hordiq chiqarishga bo'lganlari bu ma'naviy ehtiyojlarimizga kirar ekan. Undan tashqari ehtiyojlarni siz bilan shaxsiy va ishlab chiqarish ehtiyojlariga bo'lishimiz mumkin. Shaxsiy bu yakka shaxsni yashashi uchun kerak bo'ladigan ehtiyojlarimizni demak shaxsiy ehtiyojlarga bo'ldik. Ishlab chiqarish korxonalarini
xomashyoga, materiallarga yoki bo'lmasa ishlab chiqarish texnikalariga bo'lgan ehtiyojlarini ishlab chiqarish ehtiyojlari deb aytamiz ekan. Endi sizlar bilan iqtisodiyotni harakat fazalari haqida gaplashamiz. Avvalambor iqtisodiyot nima uchun harakat qiladi deganimizda, insoniyatning ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qiladi dedik. Demak, ehtiyojlarni qondirish bu iqtisodiyotning asosiy bosh masalasi ekan. Ehtiyojlarni qondirishni biz siz bilan ishlab chiqarish jarayonidan boshlab turib, iste'mol qilish jarayoni bilan yakunlaymiz. Bu jarayonga esa siz bilan ikki yo'l bilan yetishimiz mumkin ekan. Ishlab chiqarishni taqsimlash orqali iste'molga yoki ayirboshlash orqali iste'molga yetkazishimiz mumkin ekan. Demak, mana siz bilan bitta misol keltiramiz. Uyimizda oddiygina bitta tursutikli hovlimizga kartoshka ekdik va uni iste'molga hech qachon biz bozor orqali yetkazib bermaymiz. Kavlab to'g'ridan-to'g'ri oshxonaga olib kirib iste'mol qilishimiz mumkin. Demak, bu yerda taqsimlash orqali siz bilan meni iste'molimga yetib kelyapti. Ikkinchi yo'li bor ekan. Biz ishlab chiqargan kartoshkani endi bozorda sotamiz va iste'molchilar uni ayirboshlash orqali xarid qilib iste'mol qiladi. Demak, iqtisodiyotning harakat bosqichlari nimalardan iborat ekan desa, ishlab chiqarish jarayoni, taqsimlash, ayirboshlash orqali iste'molga borish jarayonini tushunamiz ekan. Endi siz bilan biz iqtisodiyot fanini bir nechta turlarga bo'lib o'rganamiz. Iqtisodiyotimiz mikro va makro iqtisodiyotga bo'linadi. O'z nomidan kelib chiqib turibdiki, mikro iqtisodiyot bu kichkina iqtisodiyot degan tushunchani beradi. Lekin esimizdan chiqarmaylikki, mikro iqtisodiyot bu kattadir, kichikdir. Korxonalar iqtisodiyotini beruvchi fan mikro iqtisodiyotda o'rganilar ekan. Ya'ni u yakka tartibdagi tadbirkorlik bo'ladimi? Kichkina xususiy korxona bo'ladimi yoki agrofirma bo'ladimi yoki bo'lmasa katta Apple kompaniyasiga o'xshagan, Microsoft kompaniyalariga o'xshagan kompaniya bo'ladimi, farqi yo'q. Buni iqtisodiyotni biz mikro iqtisodiyot fanida o'rganamiz ekan. Xo'p, mikro iqtisodiyot nimalarni o'rganadi? Avvalambor ishlab chiqarishda siz bilan menga xarajatlar kerak bo'ladi. Demak, xarajatlar ishlab chiqargan mahsulot miqdori, ishchilar soni, mehnat unumdorligi, ishchilarning oylik maoshlari yoki bo'lmasa zarar, foyda, rentabellik degan ko'rsatkichlarda biz mikro iqtisodiyot fanida o'rganamiz ekan. Endi makro iqtisodiyot o'z nomi o'zi bilan yirik iqtisodiyot, faqatgina bu mikro iqtisodiyotdan farqi, endi biz korxonalar ichidan tashqariga chiqamiz. Endi mamlakat miqyosidagi iqtisodiyot jarayonlarini makro iqtisodiyotda o'rganamiz ekan. Buni biz siz bilan fan jihatida ham birinchi semestrda mikro iqtisodiyot fani bilan tanishamiz, ikkinchisida esa makro iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tanishib chiqamiz ekan. Makro iqtisodiyot bu mamlakat miqyosida qanaqa muammolar bor ekan? Mamlakatimiz oldida bugungi kunda esimizdan chiqarmaylik, aholini daromadlari degan bitta muammomiz bor. Aholini bandligi degan, aholini ishsizligi degan, undan tashqari tashqi savdo degan muammolarimiz turibdi. Pul muomalasi, inflyatsiya. Demak, mana bu siz bilan biz o'rganadigan mamlakat miqyosidagi muammolarni makro iqtisodiyot fanida o'rganamiz ekan. Demak, bundan keyingi fanlarimizda siz bilan davlat byudjeti, moliyasi, soliqlari, banklar tizimi yoki bo'lmasa pul inflyatsiyasi, ularni bartaraf qilish, monopoliyadan chiqarish, bularning barchasini biz makro iqtisodiyot fanida o'rganamiz ekan. Undan tashqari iqtisodiyotni siz bilan biz oila iqtisodiyotiga, korxona iqtisodiyotiga, mintaqa iqtisodiyotiga, jahon, milliy va tarmoq iqtisodiyotiga bo'lib o'rganamiz ekan. Ana endi oila iqtisodiyoti bu nima? Siz bilan biz o'sha kichkinagina o'rgangan, ya'ni ota-onamiz va 3-4 nafar farzanddan iborat 5-6 kishidan iborat jamoa bu bitta oila hisoblansa, shu oilani ishlab pul topib, ro'zg'origa sarflanadigan butun jarayonni biz oila iqtisodiyotida o'rganamiz ekan. Xuddi shuni korxona, firma iqtisodiyoti, mintaqa, demak bu bitta hududning iqtisodiyoti bo'lib o'rganamiz ekan. Jahon iqtisodiyoti hammamizga ma'lumki, bu davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda biz jahon iqtisodiyotida o'rganamiz ekan. Va milliy iqtisodiyot bu mamlakatimizni iqtisodiyotini o'rganib chiqamiz ekan. Endi hurmatli talabalar, siz bilan biz ehtiyojlarimizni moddiy va ma'naviyga bo'lib oldik. Moddiy bular demak ko'z bilan ko'rib ishlasa bo'ladigan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlarimiz, ma'naviy esa kishilarning bilim olishi, dam olishi, madaniy saviyani oshirishga bo'lgan ehtiyojlari ma'naviy ehtiyojlar hisoblandi. Xo'p, endi siz bilan ishlab chiqarish omillari va ularning tarkibi degan ikkinchi rejamizga to'xtalamiz. Ishlab chiqarish aslida nima degani?
Bilamizki, inson ehtiyoji uchun kerakli narsalarga tabiatdan to'g'ridan-to'g'ri olish imkoniyati yo'q. Demak, biz tabiatdan olingan ne'matlarni qayta ishlab, iste'molga yaroqli holga keltirishimiz kerak. Shuning uchun biz tabiatdan olingan ne'matlarni xom ashyo deb ataymiz. Shu yerda biz ikkita termin ishlatamiz siz bilan: xom ashyo va materiallar. Demak, ikkalasi bir-biriga yaqin tushunchalar, lekin bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Tabiatda uchraydigan vositalarimiz biz uchun xom ashyo. Ular bir marta qayta ishlash jarayonidan o'tgandan keyin u materialga aylanar ekan. Demak, ishlab chiqarish jarayoni nima ekan desa, tabiatdan olingan ne'matlarni insonlarning ehtiyojlariga moslashtirish uchun amalga oshiriladigan jarayonga biz ishlab chiqarish deb aytamiz ekan. Xo'p, ishlab chiqarish uchun siz bilan menga qaysi omillar kerak bo'ladi? Avvalambor biz uchun mehnat predmetlari. Hozirgi sanab o'tgan xom ashyo va materiallarimizni mehnat predmetlariga kiritamiz. Mehnat qurollari esa unga ta'sir etuvchi vositalar, aytaylik stanoklar, dastgohlar, qaysidir vositalarni demak mehnat qurollari deb aytamiz ekan. Va bularda ikkalovini harakatga keltiruvchi ishchi kuchi omili biz uchun kerak bo'lar ekan. Mana ko'ryapsizki, 3 ta omil bugungi kunda ishlab chiqarish omillari hisoblanadi. Lekin bu eski ibtidoiy davr uchun, keyingi davrlar uchun qaysidir ma'noda 3 ta omil kifoya edi. Lekin bugungi kunda 4-omil biz uchun o'ta ham dolzarb, ya'ni bugungi kunda mahsulotni ishlab chiqarish emas, mahsulotni sotib olish biz uchun katta muhim masalaga aylanib qolgan. Demak, sotish uchun biz avvalambor to'g'ri mahsulot ishlab chiqarishimiz kerak, to'g'ri sarflashimiz kerak va uni xaridorga to'g'ri taklif qila bilishimiz kerak. Buning uchun esa tadbirkorlik omili degan buni yoniga 4-omilni qo'shib qo'yamiz ekan. Tadbirkorlik omili bir so'z bilan aytganda ham menejment, ham marketing fanlarini yig'indisi desak ham bo'ladi. Demak, bu yerda nima mahsulot ishlab chiqarishi, qanday qilib ishlab chiqarishi va nech puldan va kim uchun ishlab chiqarish kerakligini ana shu tadbirkorlik omilidan kelib chiqib turib belgilaymiz ekan. Ana endi ishlab chiqarish omillari hozirgi aytgan 4 ta omilimizni biz ishchi kuchi, tadbirkorlik qobiliyati, yer va kapital sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi siz bilan biz ishlab chiqarishdan tashqari bugungi kunda ishlab chiqarishni davr talablariga mos kelmay qo'yganda iqtisodiy tizimlarimiz yangilanar ekan. Hammamizga yaxshi ma'lumki, SSR ya'ni ittifoq davrida 70 yil mobaynida biz rejali ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotni boshdan kechirdik. Endi bugungi kunda esa biz bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida yashayapmiz. Shu kungacha amalda ko'rgan iqtisodiy tizimlarimizdan an'anaviy iqtisodiyot, ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiyoti, bozor iqtisodiyoti va aralash iqtisodiyotlarni sizga men tanishtirib o'taman. Avvalambor, an'anaviy iqtisodiyot bu nima? Uzoq yillar mobaynida an'analar, tarixiy meroslar natijasida shakllanadigan, eski udumlar asosida shakllanadigan iqtisodiyot bu an'anaviy iqtisodiyot ekan. Ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot esa SSR paytida Rossiyadan turib olib, butun respublikalarni buyruqbozlikka va rejaga asosan boshqarilgan tizim, demak bu ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiyoti edi. Endi bozor iqtisodiyoti siz bilan biz erkin raqobat muhitida yuz beradigan, talab va taklif asosida shakllanadigan iqtisodiyotga biz bozor iqtisodiyoti dedik. Bozor iqtisodiyotini subyektlari kimlar desak, davlat, tadbirkor, uy xo'jaliklari va banklar tizimi, demak mana shu bozor iqtisodiyotining asosiy subyektlari hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotining mohiyati nima? Avvalambor nima ishlab chiqarish, kim uchun ishlab chiqarish, qancha ishlab chiqarish va qanday ishlab chiqarish kerakligini bozor iqtisodiyoti sharoitida asosan ishlab chiqaruvchilar o'zlari mustaqil belgilaydi. Demak, bozor iqtisodiyotining asosiy mohiyati shundan iborat. Lekin sof, ya'ni klassik bozor iqtisodiyoti bugungi kunda Yevropa davlatlarining aksariyatida uchraydi. Bu iqtisodiyot bugungi kunda o'zini bir qancha yutuqlari bilan, ya'ni erkin raqobat muhiti deyapmiz, talab va taklif asosida rivojlanish deyapmiz. Bu holatda iqtisodiyot rivojlanadi, raqobat o'z-o'zidan ishlab chiqarishni ko'paytirib boradi. Lekin bitta nozik tomonlari borki, bu yerda ijtimoiy sohalar oqsash seziladi. Ya'ni ta'lim va tibbiyotda oqsashlar kuzatiladi, aholida tabaqalanish kuchayib ketadi, raqobat kuchaygan sari korxonalar sinadi va buni natijasida esa ishsizlik ko'payib ketadi. Demak, mana bu sohalarda muammolar uchraydi. Shuning uchun aralash iqtisodiyot, ya'ni bozor iqtisodiyotini aralash ko'rinishiga o'tganmiz, bizni tanlagan yo'limiz bu. Bu yerda davlat ijtimoiy sohani alohida urg'u bilan o'zi bo'yniga oladi.
ya'ni ta'lim va tibbiyotga juda katta budjetdan mablag' ajratadi va ijtimoiy muhofazaga alohida e'tibor qaratadi. Demak, bu aralash bozor iqtisodiyotini mohiyati ekan. Endi siz bilan mulkchilik munosabatlari bu 4-rejamiz edi. Mulkka egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish va o'zlashtirish jarayonlarini birgalikda biz mulkchilik munosabatlari deb aytamiz ekan. Ya'ni biron bir obyektga nisbatan sizni egalik yoki bo'lmasam foydalanish, tasarruf etish yoki o'zlashtirish bo'lgan munosabatingiz bu mulkchilik munosabati deb aytilar ekan. Demak, egalik qilish, foydalanish. Mana bugungi kunda O'zbekistondagi yer resurslari kim mulki desak, davlat mulki, foydalanish esa davlat o'zi foydalanadigan yerlarimiz bor va aholi undan umrbodga foydalanish huquqini sotib olgan xo'jaliklarimizni ko'rishimiz mumkin. O'zlashtirish esa mol mulkni daromad olish maqsadida foydalanishni biz o'zlashtirish deymiz va tasarruf etish esa uni taqdirini hal qilish, kimgadir sotish yoki bo'lmasam kimgadir hadya qilish yoki bo'lmasam butkul birovga tekinga berib olish. Mana bu tasarruf etishni tushunamiz ekan. Xo'p, endi siz bilan ishlab chiqarishni moddiy ishlab chiqarish va ma'naviy ishlab chiqarishga bo'lib olamiz. Moddiy esa ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlasa bo'ladigan ishlab chiqarish jarayoni, ma'naviy esa siz bilan men bilim olish, dam olish, shunga o'xshagan ma'naviy foyda chiqarishimiz uchun ishlab chiqarish, ya'ni xizmat ko'rsatishni tushunamiz ekan. Hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan ishlab chiqarish, mulkchilik munosabatlari, yana sizga bitta nima, bugungi kunda O'zbekistonda qanaqa mulk shakllari mavjud ekanini esingizdan chiqarmaylik. Shaxsiy mulk, xususiy mulk, davlat mulki va aralash mulk shakllarini ko'rishimiz mumkin. Demak, davlat mulki hammamizga tanish, shaxsiy mulk bu shaxsiy ehtiyojlarimizni qondirish uchun foydalanadigan mahsulotlarimiz, demak bu shaxsiy mulklarimiz hisoblanadi. Xususiy esa esimizdan chiqarmaylik, foyda topish maqsadida davlat ro'yxatida turadigan va unga nisbatan soliq to'laydigan mulklarimiz bu xususiy mulk hisoblanar ekan. Aralash mulklar esa xususiy mulklar bilan davlatning aralashuvi yoki bir nechta xususiy mulk egalarini o'rtada qo'shma tashkilot muassasa qilib ochishligi bu qo'shma yoki aralash mulk deb aytilar ekan. Demak, O'zbekistonda bugungi kunda quyidagi 4 ta mulk shakllari mavjud ekan. Hurmatli talabalar, bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.